bugungi pismolarni o'qib shok bo'lganimdan bu videoni yozishga qaror qildim. Kimdir bu narsani kontrolga oladimi? Jabrlanganlar, yozib beraman deganlar 9 ta odamga aylandi. 9 ta odam mana tayyor zaявление yozishgan. Ishonasizlarmi, men bu сообщенияларni o'qib, hali hammasi emas, bir 216 tamiga сообщение hali ochishga uspet qilmadim. Yonimdagi dugonalarim ko'rib shokda. Голосовойlar bor, qo'yadigani bor, qo'ymaydigani bor, ovozimdan ota-onam tanib qoladi degan qizlar bor. Ey Xudoyim, shu Boje moy, kimdir zanimatsiya qiladimi bular bilan? Yo qizlarimizning nomusi mana Ahad Qayumga qolib ketdimi? Iltimos, Saida Mirziyoyeva, o'tinib so'rayman, shu qizlarning haq-huquqini siz zashishat qiling. Bizi yosh qizlarni kimdir zashishat qilsin, o'tinib so'rayman. Saida Mirziyoyeva, menda hamma переписка yu nomer telefonlarigacha bu qizlarda bor. 9 tasi rozi zaявление yozishga Ahad Qayumni ustidan. Men hammasini to'plab guruh ochib qo'shib qo'yganman. O'tinib sizdan so'rayman. Bizda advokatlar ham bor, hamma yo'qda tayyor qilib qo'yganmiz. Lekin bu qo'ldan boy bermay, qo'ldan qo'yib yubormaydigan narsa. Shuncha qizni nomusiga tegibdi. Ba'zi bir qizlar, "Opa, meni oilam bor, farzandim bor. Oilam borligi uchun men chiqa olmayman, bo'lmasam chiqardim. Farzandlarim, oilam buzilib ketmas deb chiqa olmayman" deyapti. O'tinib mosh videoning tagiga Saida Mirziyoyevani atmichatib qo'yinglar. Ichki ishlar vazirligi shu bilan shug'ullanishinglarni o'zida juda ham qattiq so'rab qolardim. Bu qo'rqinchlik сообщенияларni o'qib, bu videoni maksimal tarqatasizlar degan umiddaman. Menda hamma переписка, yozuvlar, голосовойlar hamma yo'q bor. Mana hozir videodan keyin qo'yib qo'yaman hammasini. Iltimos, kimdir shug'ullansin bu bilan. Yana meni va jamiyatimizga kerak emas deyapti ko'ti ochilib ketganidan. Bu nimasi? Har bitta qizni shunaqa qilib olib kelib olib, zvezda bo'lasan, go'zal bo'lasan, unaqa bo'lasan, kastingga kel soat 8 da, kechqurungi 8 da. Hozir syomka boshlanadi. Yo'q, boshlanmas ekan. Ertaga boshlanar ekan. Shu yerda qolamiz. Ota-onangga telefon qilib dugonamnikida qolyapman deb aldab, keyin qo'rqitib, bizni qo'shnilaringga sharmanda qilaman, unaqa qilaman deb o'zbekchilikda qo'shnilardan uyoladi bechoralar, zaявление yoza olmaydi. Nechta ota-ona eshigini taqillatib borgan ekan. Hammani ugrajat qilib qo'rqitgan ekan. Qachongacha davom etadi? Qachongacha jim turamiz? Mana butun O'zbekistonga taniqli bo'lgan bloger Jasjan bitta invalidni $3000 pulini olib hech kim jinoiy javobgarlikka tortmadi. Ichib olib kelib, narkomanlik qilib, xotinini urib o'ldirib yubordi. Ota-onasi har kuni zaявление yozdi, hech kim zanimatsiya qilmadi. Shular bemalol yuribdi. Meni jamiyatga bu iflos tugagan deysizlar. Kimdir zanimatsiya qilsin, iltimos o'tinib so'rayman. Qachongacha bunaqa jim yuramiz? Shu Ahad Qayumni aybini deb Sabrina invalid bo'lib qolishiga sal qoldi. Agar men bo'lmaganimda, janjal qilib olib chiqmaganimda shu tema ham yopti bo'lib ketardi. Shu iflos 16 yoshli qizni mashinaga o'tirgizib qo'yib, lekin voyaga yetmagan deyildi. Voyaga yetmagan qizni qanday qilib uyiga olib kelib yashayapti bu Ahad Qayum? Qanday qilib yashayapti voyaga yetmagan qizni? Nimaga voyaga yetmagan qizni orqasidan Ozoda Nursaidovadan pul olyapti bu? Syomka jarayonida qatnashgani uchun. Как так? Где закон? Xo'p, boya rejissyorga keladigan bo'lsak, unda ham mashhur rejissyor. Xo'p, qanaqa bo'ladi u jarayon? Kiraz. Salom, ha, xo'p, kino o'ynagan keldim. Ha, rol o'ynaysan. Xo'p, nima rol o'ynaysan? Nima qattiq o'qigansan, nima qilgansan, tajribang bor, yo'q, boshida hammasi ijodiy savol-javob bo'ladi. Va keyin oxirida sizga aytiladi. Xo'p, menga qaraylik. Bizda ikkita yo'l bor. Xo'p, agar xohlasang, men bunaqa rol beraman. Birinchi sizga yaxshilab qiynaladi, psixologda endi ular. Mana qanaqa rol bu? Seni kashf qiladigan rol. Sen zo'r bo'lib ketasan, bizda bo'lib ketasan. Ya'ni qanaqa sehrlanib qo'ygan bilmay qolasiz. To'g'risi. O'sha obrazni yashashingiz keladi. O'sha yerda siz bo'lgingiz keladi. O'zingiz xohlamagan holda tushib qoladi ichkari. Keyin faqat deydi, ikkita yo'l bor deydi. Primo deydi. Primo. Ha. Keyin primo deysiz. Ha, primomi? Mana bor deydimi? Xo'p, deydi. Birinchi prodyuserlar reklama qilib ko'radi. Ancha aytmayman. Naqdmi? Siz bo'lmasa ertaga boshqa aktrisaga xuddi shu boshqalarni men gapirishmayman. Ishturing naqdmi? Shunaqa intervyu berasanmi deb. Ha, qo'y. Qarang. O'qilib o'tagiga meni qo'yasiz, bilasizmi hozir? Men ham borman o'qilonligida. Ne? Keyin shu yoki deydi. Voy xudo. Primo deydi yoki menda bor deydi, to'g'rimi? Qizligingga tegmayman, men bilan yursang bo'ldi deydi. Qo'li joyi shu. Shunaqa deydi. Aha. Tushundingizmi? Ha, men ko'pchilik xuddi deydi, to'g'rimi? Menimcha, ya'ni men tepasida turmaganman, men birovning gunohini olishni xohlamayman.
kimni puli bilan hozirgi paytda shunaqa. Oldin baribir bilasizmi, ijodiy sal bo'lsa qadri bor edi, sal bo'lsa o'qiganingizda qimmati bor edi. Hozir lekin juda ko'pchilikdan eshitaman. Men o'zimni bir nechta o'rtog'im san'atga qiziqib, juda afsuslanganman shu ishga, men bilmay qolganman-da. O'zim olib borganman kostyumni. Ha, ha. Jamoasan chiqib gaplashib olay deganda, keyin o'rtog'im yig'lab chiqqan ichkarida. O'shashga harakat qildi degan. O'shashga harakat qildi degan. Agar san'at shu bo'lsa, men tutildim san'atga. Nechtasi chiqib ketdi. Keyin siz ham shunaqa deb o'ylashlari mumkin-da, bilasizmi shuni? O'shanga afsuslanaman. O'sha o'rtog'im men haqida nima fikrga bordi, menga qorong'i bo'lib qoldilar. Tushunyapsizmi? Lekin xudoga shukr, bugungi kunda mana chakagimligini bilishadi. O'sha uchun xudoga shukr, bugungi kunda mana shu takliflardan qutuldim. Hozir taklif qilish u mana shu qiz nima deydi, Ahad Qayum bitta yig'ilish o'tkazgan paytida endi oldinroq kelgan ekanda, keyin hamma unga qiziqqan, boshqa qilgan. Bu qiz ham tanilgisi kelganda endi, balki meni qo'llab borar, balki menga kitob chiqarishga yordam berar deb anaqa qilgan. Keyin Ahad aka, "Mana anaqalarimni ko'rib bering, she'rlarimni" degan payti bu kishi ham u she'rlarni olib, "Bu tezda keling, berib boraman" debdi-da, hammasini o'zlashtirib olganda, keyin Ozodbek Nazarbekov aytib chiqqan "Qaro ko'zim" degan hammani yig'latgan ashulalar bor-ku, o'sha qizlar ashulasi ekan, вообще-то. O'shaqa nogironlarni ham haqqini yegan, ijodini anaqa yo'qqa chiqargan kimdirlar. Hozir o'zicha, "Men palonchiman, men xalqqa xizmat qilib qo'ydim" deb qo'yib ketayotgan meni вообще nervim chiqardi. Juda ham asabim chiqdi. Yaxshimisiz Jasmin opa, biz yaxshimi? Biz ham xuddi shunaqa istoriyada ko'rganidek muammomiz bo'lgan 2021-yilda. Biz militsiyaga berganmiz. Bu Ahad Qayum militsiya hech nima qila olmagan, chunki u katta odam bo'lgani uchun men bilmadim. Meni kuzenimdan bo'lgan bu muammo, u 17 yoshda edi o'sha zamonlar. Men 18 yoshda edim. Men misol uchun o'qiganim uchun san'at sohasini yaxshi ko'rmagandim, ya'ni san'at sohasiga kirmayman degandim. No kuzenim yo'q, men aktrisa bo'laman, mana shunaqa ekranda bo'lish xohlayman degani uchun Ahad Qayumga borgan, Ahad Qayumda kastingdan o'tgan. O'sha paytlarda Ahad Qayum bilan iltifot qilgan, siz juda ham talantlisiz, unaqasi deb gaplar gapirgan. Keyin o'sha nima dedi, bir hafta o'tgandan keyin Ahad Qayum bizni kuzenimga chaqirgan, ya'ni mana shunaqa syomka bor, kelib ketasizmi, kasting bor degan. Lekin o'sha paytda soat 8-9 mana shunaqa bo'lgan. Nima dedi, kuzenim hayron qolgan, nima soatda chaqirib, bunaqa soatda kasting bo'lishi mumkinmi degan. Xolamga aytgan, "Oyijon, mana shunaqa bo'lyapti, chaqiryapti" degan. Telefon menga bergan, telefon qilgan. Ahad Qayumga keyin gapirgan, "Nima bo'lyapti? Soat 8da qanaqa kasting?" degan. Sразу telefon o'chirib qo'ygan. Telefonlar keyin nima dedi, oyim o'sha xolamni men o'chirib tashlagan. Ko'rsangiz, birinchi kastingga borganda kastingdan o'tdingiz degan, ikkinchi marta xiyonat marta bo'lgan, unga ham borgan. Bu ham dovdir. Bu yerdan ushlagan, qo'llarini ushlagan, yuzlariga teginibdi. Indamagan, qo'rqqandan keyin indamiysan dedim. Shularni aytgandan keyin qolib telefon dedim. Telefon qilib kechqurun uchrashuv chaqirib, xuddi o'sha qizga o'xshab borib kelaylik degan. Bu bormoqchi bo'lgan keras, ushlamay borsan, qolib telefon deb avo desam, "Guriydi" degan. Guriyni opasi men shuni telefonni o'chirib, hamma ismlarni o'chirib tashladi. Bunga bitta 4 yil bo'ldi. O'zi endi 17 bo'lgan qiz edi. Qiz o'sha kastingga borgan. Rosa ushlam ekan. Telefon qilsam telefonlarini cho'niga ketib qo'ygan Ahad Kut. O'sha yosh qizlarga qiziqarli shekilli edi. Pedofilmi bilmayman. Bu yosh qiz bo'lsa nimaga qilgan hech hal uchun shundan bir shunaqa yomon ko'raman shuni. Studiyasiga borib ushqalaman deganimda, "Jan opa qo'ying, sharmanda bo'lib qolmay" degan biror narsang bormi? To'g'risini aytgan desam, "Yo'q, hech narsam yo'q" shu bilan bormay qo'ydi. Jasmin, yaxshimisiz? Ahad Qayum nima bo'yicha yoziladi debsiz? Men sizdan oldin ishlarga murojaat qilganman. Sarxolovga ambasador bo'lmasdan oldin biz kafeda uchrashganmiz bilan ko'rishib qolganmiz. Men oldinga kelgan. Kelib men bilan tanishgan, boshqa bo'lgan. Toshkentda o'zimning do'konim bor. Nimaga nomerim kerak deb so'rasam, do'konga kerak. Bir ikki narsa olmoqchi edim. Nomerim olganda, nomerim olgandan keyin o'sha o'rtadan bir kun yarim kun o'tib telefon qilib qo'ysam, "Hech qachon bo'ladimi?" dedi. Men aytdim, "Xo'jayinim borman bitta." deb gaplashdim bilan. Gaplashgandan keyin menga tashlagan lokatsiya kafe emas. U короче, haqiqatan plyaj bo'lgan. Toshkentdagi sauna bo'lgan, sauna ichida nimalar hammasi bor, короче, yotoqxonasi, и так далее, ovqatlanadigan joylargacha bor. U lokatsiyani ko'rdim-da, yozdim. "Ahad aka, ovqatlanishing yaxshi emas." Desam, "Yo'q, men sizni shu do'kon masalasida qidiruvdim, unaqa dedi." Bundan oldin men bitta o'rtog'im bilan yotib turib yurganman, o'rtog'im uyida yashab yurgan bu Ahad. Представляете, uyida o'rtog'im yashab yurgan, aldab, ishonchga kirib, uyida yashagan. И uni bilib qolib, u ko'rib kezalak, kelgandan keyin o'rtog'im yoqmagan bilmasa, принципе, и uni uydan haydab chiqarib olgan. Вот, kerak bo'lsa любой joyda men ayta olaman, доказательствоsi bilan. Madina degan qiz mening dugonam bo'ladi. Jasmin opa 2021-yilda bo'lgan ish bu. Buni oldiga shu cheres buni oldiga boradi. Keyin buni oldiga borgandan keyin aniq qiladi. Hay ko'radi, bir ikki marta chaqiradi, o'qiladi. U qiz fochada bo'ladi, yigit xizmatda bo'ladi Jasmin opa. Keyin o'qiladi, keyin kechga yaqin mana soat 6lardan keyin agar iloji bo'lsa bitta joyga syomkaga borib kela olamizmi, ikkalamiz deb buni olib chiqadi. Olib chiqib o'zi aytganingizdek, shu bu faqat saunalarga borib yuradi ekan Jasmin opa. Saunalarga borib, shu keyin unga teginadi. Teginib narsa qiladi, qizi hayoti buzilib ketgan Jasmin opa. Ishonasizmi, bitta jalobni sonini ko'paytirganda bu. Shunaqa ish bo'lgan. Hozir bu Madina deganda o'zi ham bilsa kerak, kimligini 2021-yilda bo'lgan ishda bu. Yurtda bu qizni hamma uydagilar, hamma kechib ketadi-da Jasmin opa. Qizni kafanga doqladi. Otasi, akalari, 3 akasi bor edi. Uydan chiqarib uni qo'rdi, otasi o'q qo'rgan. 2021-yilda bo'lgan shu ish. Hozir u qiz ko'chaning qizlaridan biri Jasmin opa. Endi buni hamma bilganlar ham bor, misol qorlar yog'ib izlab o'chib ketdi deydi, shunaqa narsalar bo'lganda.